Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyatlar qilamiz. Bugun Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni daqiqalarda Usmon tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda hozir akamizning yubiley oqshomlari munosabati bilan qolaversa ularning jajjigina nabiralari Islombekning albatta sunnat to'yi munosabati bilan tashrif buyurib ushbu ayiqchalarni ularga ko'rsatgan holatda, ular bilan raqsga tushirilgan holatda albatta ularni xursand etishga harakat qilamiz. Demak, biz hozir ayni daqiqalarda hozir aka o'tirgan davraga tashrif buyurmoqdamiz. Ularni albatta xursand etib, bugungi shodiyona munosabati bilan yuzlariga ozgina bo'lsa-da kulgu tabassum qilisha olsak, farzandlari o'z o'ylagan niyatlariga yetishgan hisoblanadi. Qolaversa, biz bu xonadon bilan begona emasmiz. Hozir akamizni bundan 2 yil avval tabriklab ketgandik, aynan tavallud topgan kunlar munosabati bilan. O'sha paytda yakka-yagona o'g'illari Sanjar akamiz hamda kelinlari Madina opamiz musofir yurtda edilar. Bugun esa ular o'z xonadonlariga tashrif buyurganlar. Demak, hozir mana shunday a'lo kayfiyatda barcha farzandlari to'liqligicha ularni tabriklaganlarining guvohi bo'lishingiz mumkin. Qani keting. Izlarni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'ramiz qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Yuviladi yurakdagi armonlar, nafasidan uf uradi rayhonlar. G'iybat qilsa qilaversin yomonlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. O'g'lim bor deb ko'ksin kelib yursin-da, mehnatlari rohatini ko'rsin-da. Onam bilan birga davron sursin-da, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Birodarim davrim kelsa surib qo'ying, g'ururlari ko'zingga urib qo'ying. Davom turgan emasligini ko'rib qo'ying, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Birodarim davrim kelsa surib qo'ying, g'ururlari ko'zingga urib qo'ying. Davlat turgan emasligini ko'rib qo'ying, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Izlarimni poylab yurgan qadam bor, baxtimni ko'rolmas qancha odam bor. Dadasini davrida boy deganlar, men dadamdan boyman chunki dadam bor. Barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar, qadrdon aka-ukalar. Biz bugun mana shu fayzli xonadonga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurganimizni alohida ta'kidlab o'tmoqchimiz. Ya'niki ushbu xonadonning haqiqiy ma'nodagi sultoni hisoblangan, farzandlarning duogo'y otajoni hisoblangan aynan Fozil akamizni bugungi yubiley oqshomlari munosabati bilan qolaversa, kechamizda 2 ta qahramon bor ekan. Biri Fozil aka bo'lsa, ikkinchisi Islombek ekan. Aynan ularning sunnat to'ylari munosabati bilan yig'ilib turganimizdan benihoya xursandmiz. Hamma bizni eshityaptimi? Opa-singillar hamma eshityaptimi bizni? Eshitayotganlar 2 ta qo'llari balandroq ko'taringlar-chi. 2 ta qo'llari balandroq ko'taringlar. 1-2 kishi ko'taryapti. Menimcha hamma ham eshitmayapti. Erkaklarimiz tomondacha eshitilyaptimi bizni ovozimiz? Eshitayotganlar 2 ta qo'llari balandroq ko'taringlar-chi. Oho, erkaklar tayyor holatda kelib qolibdi.
Eshityapsizlar, to'g'rimi? Xo'p, eshitmayotganlar bitta qarsa aytsaninglar-chi, eshitmayotganlar. Ha, menimcha hamma eshityapti shekilli. Rahmat. Endi eshitayotganlar bitta qarsa aytsaninglar. Rahmat deymiz kataga, rahmat. Aynan yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, biz bugun Fozil akamizni hamda Islombekni tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi ayni daqiqalarda xizmatingiz va e'tiboringiz markazida aynan ushbu kechamizning ikkita qahramonini ham, Fozil akamizni ham, Islombekni ham hammamiz guldiroz qarsaklar chalgan holatda kutib olamiz. Marhamat. Omad mendan bo'lma xafa, ranjimagin yuzingni burib. Menga afsan sendan ko'proq, onamning bir kulgani turib. Omad mendan bo'lma xafa, ranjimagin yuzingni burib. Menga afsan sendan ko'proq, otamning bir kulgani turib. Meni kutgan intizorim, duogo'yim, hokizorim. Bu dunyoda ular borim, onajonim, otajonim. Meni kutgan intizorim, duogo'yim, hokizorim. Bu dunyoda ular borim, onajonim. Fozil aka, bugungi fayzli kun munosabati bilan siz uchun yurakdan tabriklab qolamiz. Aynan Islombekni kelajakda baxt va kamolni ko'rib yurmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin degan niyatlar qilib qolamiz. Fozil aka, to'g'risini ayting, bizni tanidingizmi? Tanidim. Bundan 2 yil avval ko'rishgandik siz bilan, to'g'rimi? Aynan mana shu xonadonga kelgan holatda sizni tabriklab ketgandik. Ko'z tegmasa ilohim, hali ham o'zgarmagansiz, hali ham 18 yoshli o'g'londay turibsiz. Ilohim ko'z tegmasin, farzandlari har doim duolar qilib yurishdan hech qachon charchamang degan niyatlar qilib qolamiz. O'sha paytda kelganimizda bir niyat qilgandik, esizdami? Nasib bo'lsa, musofir yurtlardan yakka yagona o'g'lingiz Sanjar akamiz, Madina opamiz yetib kelganlarida ularni quchoq ochib, peshonalarida o'pgan holatda kutib olmoqlik vaqti sizga nasib ro'za aylasin degan edik. Mana bugun ularni albatta ko'rib turibsiz, ular bag'ringizda turibdilar. Farzandlarini, ya'ni Islombekni sunnat to'yi munosabati bilan aynan sizni ham xursand etish niyatlari bor ekan. Ushbu niyatlarga yetkazib turgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz va biz hozir mana shu yerda o'tirgan barcha yaqinlaringiz bilan birgalikda hammamiz bir ovozdan sizlarni tabriklaymiz deya qutlab qo'yib bilamizmi? Qani ketdik. Eshitmayapti. Biz Sanjar akamiz kelganlarini eshitib juda ham xursand bo'ldik. Aynan bag'ringiz to'lib qolgani bilan sizni tabriklaymiz avvalo. Bugungi shodiyona kun sizga muborak bo'lsin. Ilohim ko'z tegmasin. Barcha mana shu yerda o'ynab kulib yurgan nevaralaringizni kelajakda chiroyli to'ylarda o'zingiz duolar qilgan holatda chiroyli go'shangalarga kelin, kuyov bo'lganlarida duolar qilib qo'yish baxtiga muyassar bo'ling deya niyatlar qilib qolamiz. Hozir kuchli hayajondamisiz, to'g'risini ayting. Nimalar o'tyapti yuragingizdan? Sanjar akam ko'rgandan xursandmisiz? Hozir mana shu yerdagi barcha yaqinlaringizga, nabiralaringizga, farzandlaringizga nimalar degan bo'lardingiz? Marhamat, yoningizda turibdi ular. Sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin, o'qimishli bo'lsinlar. Shu niyatim. Albatta, albatta. Bizni mana shunday zabardast otajonlarimiz barcha farzandlarini bir ko'zda ko'rgan holatda, yaxshi ta'lim tarbiyasini ayamagan holatda katta qiladi. Aynan ularni uyli, joyli qiladi va nevaralariga ham o'zlari qarab turishadi va nevaralarni ham, evaralarni ham duolar qilishadi. Ilohim mana shunday duogo'y otajonimizga ko'zlar tegmasa. Ota-ona deb yig'lamagan yurak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun. O'zi yemaydi deydi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni sizlar uchun. Jannatlardan o'zga tilak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka yu Madinaga o'zim olib boray. Yuragimga Alloh nomini solib boray. Otajonimning doim duosini olay. Yulduz oysiz falak emas. Ota-onamsiz kirsam jannat kerak emas. Shu chiroyli samimiy so'zlar barcha farzandlar nomlaridan qabul qilgan holatda ularning qo'llarida turgan chiroyli guldastalarni ham qabul qilasiz. Marhamat, qarsaklar sadosi ostida ushbu guldastalarni barcha farzandlaringiz nomlaridan sizga taqdim etamiz. Qarsaklar ishtirib aziz mehmonlar.
Rahmat. Aynan Aziza opa, Mahfuza opa, Munisa opa, Sanjar aka, yana bir qizingiz, keliningiz emaymiz, Madina opa niyat qilgan ekanlar. Ushbu niyatlarga yetkazib turgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Mana shu yerda o'ynab kulib yurgan jajji shirin nevaralaringiz ham ayni daqiqalarda sizni xursand etish payida turibdilar. Ko'z tegmasa ilohim. Hammalarini baxt va kamolni ko'rib yurish baxti sizga nasib ro'z aylasin. Aynan Sanjar akamiz musofir yurtlarda nima qilganliklari, sizni qachon sog'inganliklari va albatta sizga bo'lgan yuraklarida qanaqa so'zlar borligini qiziqyapsizmi? Qiziqyapsizmi? Ularda tinglasak bo'ladimi? Ularning yuraklarida hozir sizga bo'lgan, sizga aytiladigan gaplar nimadan iboratligini o'zlariga so'z navbatini bergan holatda bilib olamiz, to'g'rimi? Marhamat qilib hozirgi so'z navbatini Sanjar aka sizga berib qolamiz. Niyatlarni, tilaklarni dadajoningiz tomon yo'llab o'tasiz. Marhamat. Hammalariz xush kelibsizlar. Hurmat qilib kelganlar uchun kattakon rahmat. Mana bizlarni shu yoshgacha kirishimizga sababchi bo'lgan mana shu otamiz bo'ladilar. Bizlar yemay yedirib, ichmay ichtirib, yemay kiydirib yurdilar. Shu o'limizga duo qilamiz. Doim boshimizga sog' bo'lsinlar. Hammalariga rahmat qo'ying. Rahmat deymiz, kattakon rahmat. Aynan Sanjar akamizning chiroyli niyatlaridan bahramand bo'ldik va albatta endigi so'z navbatini Madina opaga bermasak bo'lmaydi. Madina opa, marhamat. Niyatlar, tilaklarni bemalol Fozil aka tomon yo'llab o'tishingiz mumkin bo'ladi. Aynan ularning qo'llarida qanaqadir chiroyli sovg'alar ham turibdi. Ushbu sovg'alar kimga ekanligini ham yaqin fursatlar ichida bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat Madina opa, niyatlarni bemalol yo'llab o'tasiz. Avvalambor assalomu alaykum, hammalaringizga xush kelibsizlar. Bomlam doim yuzga kirsinlar, boshimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Hammalar sog' bo'lsinlar. Doim kunlar shunday o'tsin xursandchilikka. Yana bir bor tabriklayman. Rahmat deymiz, kattakon rahmat. Lekin Madina opa qo'llaridagi sovg'alarni bergilar kelmayapti shekilli. Aytmadilar kimgaligini. Madina opa kimga bermoqchisiz ushbu sovg'alarni? Menimcha qo'llarda korobkaga qaraganda ayollarning eng sevimli bo'lgan sovg'alardan biri. Nima o'sha? Ayollar nimani yaxshi ko'radi? Tilla taqinchoqlarni, to'g'rimi? Mana tilla taqinchoqlarni yaxshi ko'radigan ayollarimiz hozir topishyapti. Marhamat qilib Madina opa, albatta ushbu qo'lingizdagi turgan chiroyli sovg'alarni opajonlarimizga taqdim etib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Aziza opamizga, Mahfuza opamizga hamda Munisaxon opamizga chiroyli sovg'alarni taqdim etamiz. Marhamat, tilla uzuklar taqdim etilmoqda, qarsaklar bemalol chalib qo'yishlaringiz mumkin. Chiroyli niyatlar qilgan holatda ushbu tilla uzuklar taqdim etsangiz bilan xursand bo'ladi. Fazilaxon bilan E'zozaxonni ham unutmagan holatda chiroyli sovg'alarni ularga taqdim etadilar. Marhamat qilib, albatta chiroyli qarsaklar chalib turamiz va mana shunday kunlarga yetkazgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Ushbu kunlarga yetishni albatta o'zi bo'lmaydi, kuchli mehnat va sabr natijasi desak adashmagan bo'lamiz. Sanjar aka, ilohim bundanda ulug' yoshlar otajoningizga nasib ro'z aylasin. O'sha paytda ham kelib xizmat qilish hamma mana shu yerda o'tirgan barcha yaqinlaringizga nasib ro'z aylasin deya niyatlar qilib qolamiz. Sanjar aka bilan gaplashganimizda aytib o'tdilarki, dadajonimiz bizni duogo'yimiz. Doimo ular duolar qilib yursalar, biz musofir yurtda bo'lamizmi, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar mana shu kishining duolari ostida yuramiz. Alloh panohida bizni asrab yuradi. Dadajonim doimo duolar qilib yursalar, doimo xursand holatda yursalar biz uchun eng katta vaqt mana shu deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Qolaversa, Madina opa sizga boshqacha surprizlarni tayyorlab qo'ygandilar. Nasib bo'lsa, umra safarlariga yuborish niyatimiz bor deya bizga aloqaga chiqdilar, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra hal bo'lmadi. Lekin niyat qilganlar. Aynan mana shu yil bo'lmasa, bu yil, kelasi yil aynan sizni umra, haj safarlariga yuborish niyatlari bor ekan. Ushbu niyatlarga Alloh taoloning o'zi yetqarsin. Kelajakda siz va qolaversa mana shu yerdagi o'tirgan barcha yaqinlaringiz, otajon va onajonlarimiz, farzandlarning orqalaridan hammangiz hoji ota, hoji onalar bo'lib aeroportdan kelganlaringizni ham shunday kutib olmoqlik. Hammamizga nasib ro'z aylasin. O'zlaringiz uchun bitta qarsaklar chalib qo'yasizlar.
Rahmat, ko'z tegmas ilohim. Hamma mana shu yerda o'tirgan barcha otajon, onajonlarimiz, farzandlar baxtu kamolni ko'rib yursinlar. Va albatta niyatlar, tilaklarni hozir qizlaringizdan tinglasak nima deysiz? Marhamat qilib Aziz opadan boshlaymiz. Aziz opa marhamat, niyatlar bemalol otajoningizga qolaversa, sizlarning hurmatingiz yuzasidan tashrif buyurgan barcha yaqinlaringizga yo'llab o'tishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Dadamiz boshimizga sog' bo'lsinlar. Dunyo turgancha tursinlar. Onamiz o'rniga ona bo'lib shunchalik darajaga yetkazdilar. Otamizga ming rahmat. Boshimizni yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Rahmat. Kelganlar. Hech kim bilan gapirmayman. Rahmat deymiz kattakon. Aziz opamiz niyatlarini yo'llab o'tdilar. Mahfuza opamizga so'z navbati. Marhamat, niyatlarni yo'llab o'tasiz. Bir og'izgina dadajon tabriklayman desangiz ham dadangiz ko'ngillari ko'tariladi. Marhamat. Doimo boshimizga sog'inch. Borligingiz o'zi baxtligim. Hammani ko'nglini to'ldirib yubordilar. Munisa opamiz rahmat, ko'z tegmasin. Og'rib qolsam devorni ushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab. Rahmat, hozir aka to'g'risini ayting, xursand bo'ldingizmi? Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Sanjar akamiz ta'kidlab o'tdilar, dadajonimiz eng sabrda tengi yo'q inson. Chunki bizga ona o'rnida ona bo'lib, otani ham o'rnini o'z joyiga qo'ygan holatda bizni har doim kerak bo'lsa tergagan holatda, kerak bo'lsa yaxshi gapirgan holatda, mehrlarni ayamagan holatda katta qilganlar. Buning uchun dadajonimga alohida minnatdorchilik yo'llab o'taman dedilar. Hozirgi yangraydigan chiroyli jonli ijrodagi tarona aynan mana shu yerdagi barcha otajonlarimizga atalgan. Marhamat. Turibman ko'ksim kerib g'urur sohayasida, yuribman davron surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llari, gulsarim gulso'llari, ko'kka yetar qo'llari dadamni soyasida. Turibman ko'ksim kerib g'urur sohayasida, yuribman davron surib dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulsarim gulso'llari, ko'kka yetar qo'llari dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman ko'ksim kerib dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman ko'ksim kerib dadamni soyasida. Tirikligi davlati, oshpishlar savlati, tirikligi davlati, oshpishlar savlati, onam mening jannati dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman ko'ksim kerib dadamni soyasida. Dadamni soyasida, dadamni soyasida, turibman ko'ksim kerib dadamni soyasida. Yuribman ko'ksim kerib g'urur sohayasida, yuribman davron surib dadamni soyasida, dadamni soyasida. Rahmat, Fozil akamizni aynan xursand etish maqsadida chiroyli jonli ijrodagi taronani guvohi bo'ldik. Ko'z tegmasin ilohim. Mana hozir sizni tabriklash maqsadida, chiroyli niyatlar bildirish maqsadida yaqinlaringiz ham tashrif buyurganlar. Bularga ham so'z navbatlarini berib qo'ying. Qaysi birlariga so'z navbatini beramiz birinchi? Yangam bola. Marhamat.
Rahmat deymiz kattakon, rahmat. Chiroyli niyatlarda, yangijonimiz niyatlaridan bahramand bo'ldik. Ko'ztingmas ilohim. Agarda Fozil aka farzandlaringiz so'monlardan ko'rsatilgan e'tibordan ozgina bo'lsa-da xursand bo'lgan bo'lsangiz, ularni bu qilgan xizmatlari Alloh taoloning oldida ibodat sifatida qabul bo'lmoqligini tilab qolamiz. Chunki otalarga xizmat ko'rsatish, ularni yaxshi kunlarda yo'qlab qo'yish har bitta farzandning ham qarzi, ham farzi hisoblanadi. Musofir yurtdan bo'lsa-da, sizning bag'ringizga kelgan holatda ushbu to'yni tashkillashtirishni niyat qilgan ekanlar. Ushbu niyatlariga yetkazib turgan Alloh taologa hamd va sanolar aytamiz. Sanjar aka, hali kelajakda farzandingizni kuyov bo'lganda ham mana shunday kostyum-shimlarni kiyib, sizni bag'ringizni to'ldirib turganda ham doimo otajoningiz bilan birgalikda ularni duolar qilib qo'yish baxtiga muyassar bo'ling degan niyatlar qilib qolamiz. Doimo sog'lik, salomatlik hech biringiz tark etmasin. Mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimiz ham xonadonlarda yaxshi kunlar, to'y tomoshalar bo'lsin. Va hozir Fozil aka ko'rib turibsiz, mana barcha jajjigina bolajonlarimiz hammasi o'rmondan kelgan ayiqchalarimizga ishqiboz holatda turibdi, to'g'rimi? Hozir sho'x tarona yangrasa, mana shu yerdagi barcha bolajonlarimiz bilan ayiqchalarni chiroyli raqsga taklif qilsak nima deysiz? Ivan Vasilievich kasbini o'zgartiradi kinosini ko'rgansiz, to'g'rimi? O'shanda raqsga chorlashish nima deydi? Raqsga tushsin. Hamma raqsga tushsin. Marhamat, hammani raqslarga chorlab qolamiz. Lahzaga to'xtadim ortimga boqib, umrim ham o'tyapti daryoda yoqib. Kimgadur yoqmadim, kimgadur yoqib, mayli bu o'tkinchi dunyo kerakmas. Otam roziligin ola olsam bas. Dilbari janonlar bir chetda tursin, g'aribu xoqonlar bir chetda tursin. Allohim har farzand shunga ulgursin. Hech kimsa uningdek jonu xalakmas. Onam roziligin ola olsam bas. G'animat baxtim ham, baxtim g'animat, g'animat